Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli televizor görüşlər. Reallığımızğa nəzər proqramımızın 2-ci saniyəni görüşənlərinə qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görünmələrimiz ötən həftə muşu saatda şənbə günü yüz görüşkən huzurunlarda və yeni bir proqramma reallığımızğa nəzər proqramımızı nima üçün başlatqanlığımızı, bu proqramlarda nimalarning so'zlanganligini, mavjud holatimizniki qaysi darajada ekanligini şu birinci san programımızda toxtulub ötken bulduk ve her hafta oxşas saatdə yüz görüşməkçi olub ayrılğandıq. Bundan keyinki san programlarımızda inşallah her san programımızda bugünküdək tünügün elanımızı bəgəndək bir temini məxsus tema qılğan şəkildə diqqətinizə sunumuz inşallah. Programımızın daimlik mehmeni əmmizgə tanışıq bolğan yazğıcımız şundaqla hazır Türkiye'de Selçuk Üniversitesi'de tarih fanları doktorantı kılıvatkan hürmetlik Abdurrahim Devlet efendim teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp programımızga katnaşkanlık için köp rahmet eytimiz aldığından. Rahmet sizge. Assalamu alaikum. Ben size köp rahmet eytimen. Şunda bir fırsatın ben bildi boğalığı. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli görmələrimiz programımız naq meydandan taxil otudu. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numurlar arqalıq programımızға alaqadar arqandaq fikir, suallarına bolsa yollasana buldu inşallah. Şundaqla programımızı köplügən qeyrindaşlarımızın görüş üçün həm bəhərləb qoyuşuna həm unutmaq istəyir. Bugünkü temamızda biz elanımızdan bəgəndək ana til məsələsi əlbəttə uzundan bəyan muhacirətdəki bəlkə bütün xalqımızınki çoğun kiçik derdi olması gerek bu hamdi. Her xil ziyalilerimiz bolsun, ata-analar bolsun, davamlıq taraftan anlap durumuz ve her qaysı devletlerde xilma-xil farklıq şekilde bu dert tügmeydi elbette. Vatanda o burun Xitay tecavüzçileri bugünküdek vəhşi halette bastırılmayan vaxtlarda elbette özümüzün marifati bu nesle biraz tövəndi hamdi. Muhacirette özümüzü yoxtup koymaslık için həmmedin köp her bir xalqımızın derdi buluvatqan bir məsələ bolğan ana til məsələsində toxtalımız inşallah. Ana tilimizə 100 kilo alamdıq deb bu baş ünvanını qoyduq. Proqramını mən əlbəttə bu temanınki ana til hər bir millətninki, məli qaysı millət bolsun özününki bu şu bir cəmiyyətdə, bir dövlətdə özünün mövcudluğunu küçlük bir şəkildə ifadeləb duruş üçün onun en mühim noktalardan birisi ana tili olması gerek. Yani programın ben büyük şair bu ana tilininki qoğdaş, ana tilinin əhmiyetini bildiriş için nurgulluğan tarixte bizninki meyli yazğıcılarımız olsun, mütefekkir şairlerimiz olsun, şunda nurgulluğan nəslə tapqıl buldu elbette. Bizning tilimizde mi yazğıcılarımız ana tili haqqında nurgun nəslərini yazğan, bunu biz tordan bir gün axtır saqlam ana tilininki Əhmiyeti haqqında naqşlar oquldu, şeirlər, maqalələr yazıldı. Sansızlığın nəsini tapalayımız. Əməliyyatda bugün muhacirətdə qaysı halətdə turvatımız, bunu paranlaşımız. Mütefekkir Əlişir Navai bundan 5 əsr burun ana tilini uluqlaş haqqında qələm təvrətkən bolsa, Qutluq Şevqiga oxşaş ya başqa yana Uyğur ziyaliləri təxminən 100 yıl ilgirlə ana tilini qoğdaşdan mühimlik haqqında təkidləyənkən proqramını mən bir güzel bir həmmizə tanışıq bolğan bir şeir bilan başlayman. Ana til bilgen kişinin izzetin kılgım kilur, ana tilini ağzıdan altın berip algım kilur. Ey ana til bizge sen kalgan uluğlardan nişan, sen bilen ruhi ziminde iftixarlangım kilur. Digen bu şiirlen programımızda başlaydı. Hürmetlik Abdurrahim Devlet efendim. Hem de bugün bu muhim bir temini oturup koyup oldadık. Aldı bilen biz nimişka ana til şunçu muhim digen bu noktadan kirsek. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Ameliyatda ana tilinin qanday muhim ekanligi manda desak, bizning milliy mavjudiyatimiz, ya'ni Uyg'urlar bundan keyin davomli mavjud bo'lamdi, bo'lmaydi. Bo'lishi kerakmi yoki emasmi degan savolga javob bergan vaqtda biz bu ana tilga javob bermay turib, ana tilni bu mavjudligimizning eng mohiyatli bir qismi deb qaramay turib javob bermaymiz. Mening qarashimcha ameliyatda mening qarashimcha emas. Madaniyatşünaslık nuqtasida vaqtda ma'lum bir millatning milliy kimligining bir qancha ana turki bo'ldi.
Mesela değil biz düşünüşke aytgan vaqtimizda bir millet bir ortak bir coğrafiyada yaşasa var. Mesela ma'lum bir makanda. Mesela Uyg'urlar Sharq Turkistonda yaşagandek. Anadakin ortak bir tarixiy qismi. Yani eşidin ötküzgen nurg'un voqealarning o'xshash va o'rtak bo'lishi. O'rtak bir dinga e'tiqod qilish. Mesela biz İslam dinine e'tiqod qilgandek. İkincisi ortak bir tilda so'zlashishi. Ana bu bir qancha o'rtak omillarning ichida ana til yoki bir til bir millatning shu millat ekanligini, ya'ni shu millatning kimligini belgilaydigan eng yadrolik omil hisoblanadi. Xo'sh. Bir millatning millat bo'lish yoki bo'lmasligini bugungi kunda mayli millat jamiyatshunosligi, madaniyatshunoslik, antropologiya, ya'ni insonshunoslik qatorliq ilmlarning ta'birlariga qarasak, til bir millatning kimligini belgilashda kim bo'lsa bo'lmaydigan eng yadrolik omil. Bu til omilini nazarda saqlab turib bir millatni falani millat deb atash nihoyat qiyin. Mesela bu şu noktada Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ben şu ayetten bu ma'no chiqadi. Mesela biz bir kavimga shularning tilida so'zlaydigan payg'ambar evatdik. Yani biz har qanday bir kavimga shu kavimning tilida so'zlaydigan payg'ambar evatdik. Bu oyatning arabchasidagi ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani qavmihi liyubayyina lahum. Mayadaki bilisani kavmihi degan ma'nosida arab tilida Allah bilir. Yani şu kavmin, yani öz kavminin tilida ularga bayon qilish uchun mayada ancha bir nuqtada qatnash lazım. Şu yerdagi qavm degan so'z millat degan ma'noda ishlaydi. Ummat ma'nosida emas. Ummat o'xshash dinga e'tiqod qilgan bir qancha millatning yig'indisi. Ammo bir millatni millat qilayotgan omil shu oyatning o'zini qaraganda ma'lum bir millatga biz shu tilda so'zlaydigan payg'ambar evatdik. Buni yana bir ma'nosini qarashimiz. Bir millatni millat qilib tutyapti. Yani bir kavimni qavm qilayotgan eng muhim omil til deyiladi. Xo'sh. Yani Alloh taoloning buni bu oyatda bizga yushurin imo qilyapti. Hamda buning ta'sirisidan qaraganda bunda bir millat o'zining tilini yo'qotsa, yana shu millat bo'laoladi yoki bo'lolmaydi degan bir savol bor. Bu masalaning yomon tarafi o yani. Xo'sh. Biz ba'zi misollar orqali so'zlab o'qaylik. Yani yaqin bo'lgan bir qancha millat bor. Tefi 100 yil burun Xitoylarga hukmronlik qilayotgan bir millat bor, Manjular. Çin sulalesinin kuruluşları, Xitayning hozirgi coğrafyasini shakllantirgan millat Manjular. Xitoyda Manjularni olib o'tgandan keyin, Chingsularni olib o'tgandan keyin mana 100 yilga yaqin vaqt o'tdi. İntayin qisqa vaqt ichida o'ziga hukmronlik qilgan, ya'ni 100 yil hukmronlik qilgan qudratli bir imperiyani olib o'tdi. Shu imperiyani qurgan Manjular olib qayerda? Xitoydagi nüfusları qanchalik? Hiç kim bilmeydi. Çünkü orada til cihetinin yokluğu için, yani Mancu tilinden öğretildiği için kısa vakit içinde Xitaylaşıp gitti ve Xitaylaşıp meşgul oldu. Yani bugünkü günde Mancu diye bir milletin tepişine aittir. Biz yeni bir misal alayla, Xitayda bunu azsallık millet de bizge sözlep bergen bir millet var. Yani Cenub Jungu tarafta Guangxi Zhuangzi hakkında ait. Bu yerde Zhuangzilar da bir millet var. Evet, Xitaydan kalsalar, nüfusu en köp millet Zhuangzilar. Ama 49 yıldan keyin azıcık vaqtda Guangxi Zhuangzi hakkında bağlılar yine kısıtlamaydı. Bu yardım asasen Zhuangzi dediğin Xitaylardan alayda farklı bir millet asasen yo'qolib ketdi. Nemisi yo'qolib ketganlik uchun yo'qolib ketdi. Size yo'qolganlik uchun yo'qolib ketdi. Ularning o'zi xohlamay bolalarni Xitoy maktablariga kirishi 2-3 evlat alınış bilen ve Zhuangzi tilini istemaldan qilishi bilan mana bugungi kunda Zhuangzi degan millat bormi yo'q degan javob bermay o'tiryapmiz. Demak, bu yerda bir millat yo'qsa, u nuqul biologik jihatdan qilinib yo'qotilmaydi. Tilini yo'qotish orqali bir millatni yo'qotayotgan bo'lganligini buni ko'ramiz. Tarixdan bu yoqqa nurg'unlagan mustamlik qilingan ellarning misoli qo'yilgan bo'lsa, masalan Shimoliy Amerikadagi indiyalar,
Anadaki Janubi Amerika ve Orta Amerika aynı vakitte nihayet büyük medeniyetler yarattı. Aztıklar, Mayalar, Katarlıklar. Hani kuşların hepsi kıyada. 300-400 yıl işi de yok abi. Kırgız, kuşkaş bilen de kanmını buranın tilini yoktu. Tili yoktu ve gelip ola asla özünün kimlikinin yapılmışı başladı. Çünkü biz bir bildiğim aslında yasaya vaxtımızda eğer onu konkür düşenke vaxtımızda onu tilidin ayırış, yani tilini yok kılış, dinini yok kılış, tarihini burmalaş arkalı bunların ortak eslemesini yok kılış. Ana şu bir kanç yok kılış, anadaki bir milletini yok kılamaydı. Yani şu noktada ettiği vaxtda biz nispeten tilimiz Boğazın ait yaxşı olduğu ama tilimiz acizlap kelse, yeke yukarı kesse biz tirik tuğandaki hiç kışlık deydiğen bunda yengi adli işemez. Çünkü bu noktada benim karşımca mesela chat eldeki bu müstakillik görüşümüzün en mühim yeni bir sebeplerden biri ana tilimizin qoğdaş için bir eşkilidir. Eğer biz bunun sel bardak bu iki tilemci iş süpüdü tutkan vaxtımızda bizden aydılık eğer bir tehdit düşkülümüz aydılık kısa vaxt içinde. Anadaki şu tilşünaslık, anadaki psikolojiyadaki bazı ilimler ana til bir milletin tefekkür kurulmasını belgileydi. Yani til nokol bizim alakalı kılış kuralımızlarımız, bizim tefekkür kılış kuralımız. Bu hafta kırındaşlar psikolojiyadaki ve tilşünaslıktaki til tefekkürünün kuralı bulduğanlık ayakkadaki bakılarını şuna varakla baksılar, nurgulduğun tetkikat neticelerini bayılıyorlar. Yani bir millet bizim ana tili sözüye vakitte bizim milletin olan sağlıklı his duygusu yeni bir tilde sözüye vakitinin küçük bulduğanlık yakınlar incik işlenen tecrübeler var. Başka biz ana tilde yutup koysak biz yeni bir tilde sözleşelim. Mesela benim balam ana tilde bilmeyen öyle. Ben balam bilen Türkçe'de alakalı alayım, İngiliz tilde sözleşelim. Birisinde okuşalayımız. Şuna bu anlatıl bu musun? Ne de şu mesele de boylap kılış. Bu fevkalade nadallık ya ki dörtlükten başka dersiniz. Tamam. Üçüncü noktada etkiler vaxtda benim karşınca bu anlatılı saklap kılış kalmaz. Peki anlatılı meselesi mesela çetlerdeki milli mücadelemizin davamlaşışına ya ki davamlaşılması yapıldı. Ben de bundan temel vaxtda psikolojik noktadan etkanda vatanperverlik, milletçilik bir psikik hadise. Bir insan özünün vatanını süyüşü için en mühimi şu vatanda yaşap bakılması lazım. Hazır bizni vatanını sığındırıp atma. İçimizdeki bu vatan otunu yalpılıp atkan neyse emeliyette bizim vatanda yaşap bakallığımız. Şu vatanın tuprağına destek bakallığımız, havasının nefes edip bakallığımız. Bizim minimizdeki bu eslimler her vakit bizim vatanga bo'lgan söygümüzde yalqullı tutturdu. Şunu öyle ölçmeyelim. Hem de bizning keyingi evlatlarımız bizga o'xshash vatanda yashash imkoniyati. Bular chet elda tug'ilib, cho'ng'ilib, ondan keyin bu da'voning varisi bo'ldi. Tabiiy holda bularning vatanparvarligi, millatparvarligi biznikiga o'xshash, ya'ni vatanda yashab boqqan bizlarnikiga o'xshash bo'lmaydi. Ular bizim tilimizde anlatılmadı. Kitaplarda sözlep vergen. Tasavvurdaki bir vatan söygüsü boyucu çok oldu. Mesela Emin'in dadamın anası dadası Şarkı Türkistan deydiğen bir yerde yaşadı. Bu yerine ait kum toprak. Yani kumlukken bir çöllükün içindeki rahikken, tarım deydiğen bir bostanlıkken, Teklimakan'ın etrafında yaşadıkken de Yivas'ta yaşayan emez bizim ügütülgeni bu içe vatanperverlik yaşadılar. Ama normal ahvalda bu xil vatanperverlik bizga o'xshash bevosita yashab boqqan kishilarning vatanperverligi va millatsevarligiga normal ahvolda kuch bo'lmaydi. Ham bu muqarrar oqibat. Qancha xohlamasak ham bunday bo'lishini, bundan saqlanish noyob. Ammo bu oqibatni, ya'ni bu yomon oqibatni eng qanchaki tushunishning usuli bolalarimizdagi ona tilni eng zo'r darajada saqlab qolish. Xo'sh. Bir millatning millatparvarligi milletçilerlik ameliyette konkret düşündürge vaxtımızda şu millet yaratma, bunun milli kıymetlerle şunu biliş, özdeştirişten bir vaxtı var.
Mesela bir Uygur Karaxanlar sulalesini bilmeydi. Seyri xanlıqını uqmaydı. Yakınki vaqtlarımız kelgan vaqtda mesela Abduqodir Rasululloh, Abduqodir Mehmet Ali Efendi, Ahmadjon Qosimi, Muhammad Emin Buğra deganga o'xshash unutib ketolmaydigan milliy qimmatlarimizni bilmay turib, ular yozgan asarlarni o'qimay turib, shu o'rtaq milliy meroslardan bahr olmay turib, oziqlanmay turib, haqiqiy bir Uyg'ur deb atash bu bir gumonliq so'z. Biz şunu bilgeligimiz için şu hissiyatımızı, tumurumuzu akkallık için anladık ki biz Uygur. Bizim hissiyatımızda kimlikimizde buna şuna okşaş milli simbollarımız şekilleniyor. Eğer bizim bağlarımız bu simbollardan ayrılır, bu ügütülmese, bu bilim, anlatıl arkalık burağı tutaşmasa, bizim bağlarımızın ruhi dünyası, bu hıl milli muhabbet, milli sevgidir. Yırak çoğunluğu için tabii. Çünkü bunun aldığımız şerti meğerli bizim milli mücadelemizde devamlaştık haleti için o sebebi. Ağır vatanda yaşap bakmallarını bu dünyadın keçiyle oranın malları. Bizden keyinki Uygurlar bu vatanın davasını kandak kılır. Bir vatanın davasını hiç gündüz yani kulamay, bütün vücudunu atıp kurup hizmet kıldırgan derse ameliyatlar şu vatanperverlik. Başka milletlerin bizim davayımızın çoğulu beşi ya onların kesbi ihtiyacıdır, ya tetkikat ihtiyacıdır, ya ki insanperverlik tüfeğidir, bu millet intihar eri zulüm okuttı. Biz karab duramayız, biz yerden kılaylığı diyende insanperverlik ruhinin türküsü olan buldu. Ama o hiçbir zaman şu milletin azalarının yüzünü unutup ketken. Bütünle yüzünü berişlaydığı bir küreş şekliga ayrılanmaydı. Ciddi peykerge vakitte yardım kılgan ikinci, üçüncü milletki kişiler yolunu yaksa çıkıp karab durdu. Yani bu otluğun içinde bu milletin azaları küydü, yanıdı. Bu suda yani bir kalırız. Hem de ballarımızın mı bu suda ekşi, bu otlu küyüşü için bula anıtını bilmeyi durur, bunların vatanperverlik, milletperverlik ruhinin yaratıldığı halkını tasarruklamayın. Olmasa bizim keyin, bizim umurumuz mu? Vatan millet davası kılganda xuddi hazırki bazı insanperver chet ellikler Uygur'un meselesi çoğul bölgünüge o'xshash, ularning hayotidagi bir ikkinchi meseleге aylanishdi. Xoligan vaqtda qilgan, xohlamagan vaqtda o'zining kundalik turmushini yashab ketavergan bir holatga tushib bu şunun aytganda bizning ana til meselesi bu bir tilni saqlab qolish emas, eng muhimi o'zimizni saqlab qolish. O'zimizning biyologik mavjudligini saqlab qolish qadar chetildigan ait muhim bir ish deb o'ylayman. Xo'sh. Oxirida agar biz ana tilning muhimligini tushunmay qolsak, bunda masalaga ta'tirdan qarab boqsak. Xo'sh. Yani 49 yıldan keyinki Xitoy kommunistlarining bizning vatanda yurgizgan til siyosatiga qarab boqadigan bo'lsak, umumiy jihatdan bizning ana tilni chetga qeqish va yo'qotish asosiga qurilgan bir til siyosati bor. Bunu 2000-yillardan keyin qo'sh til muomalaning yo'lga qo'yilishi bilan bu siyosat texnik uchuqlashdi, aniqlashdi. Xo'sh. Hatta 2009 yıldan keyin bu rasmiy bu siyasetin uçuk maqsadına ait halka alemini aşkarı. Onun aldıda 2000 yıllarca bizler vatanda maktablerde ana tilde ders algan. Yani ana til bizim asas ma'rif tilimiz bu kelgan. Ama 2009 yildagi Ürümçide yüz bergan Tomuz fojiasidan keyin mening qarashimcha Xitoylar bizning vatanga qaratilgan siyosatini bu til nuqtasidan cho'ng bir tanışış ve özgerçilik ifade de böyle. Çünkü bu voqeaga qatnashgan nurg'un yoshlar, nurg'un o'quvchilar necha yildan yakın Xitoyning maktablarida Xitoycha ders olgan, qo'sh til ma'rifiga qatnashgan, shuningdek tarbiyalangan bolalar. Bu 70 yillikdan ortiq bu mustamlikadagi bu assimilyatsiya siyosati Uyg'urlarga Jonguliga o'xshash, Manjuriga o'xshash ta'sir ko'rsatmaganligini Xitoylik ko'rdi va his qildi. Shuning bilan bizni tutib turayotgan, bizni kimligidan voz kechirmayotgan, o'zimizning diniy va milliy kimligimizga bu qadar sodiq qilayotgan narsa zodi nima degan savolni so'rayapman. Bular
til deb qaradi meni qarashim. Xo'sh. Chunki bunday qarab boqadigan bo'lsak, 49-yildan keyin ham maktablarda otizm o'tilishga boshlagan. Ammo 60-70 yillik ma'rif izchil ijro qilingan bo'lsa, Uyg'ur jamiyatida Allohning mavjudligini, islomning haq din emasligini ochiq oshkora e'tirof qilib da'vo qilgan Uyg'ur qatlami shakllangan. Ya'ni bu ishda ular g'alaba qilolmadi. Ya'ni biz o'zimizning dinga shu qadar sodiq deb qoldik. Hatto bir mezgil yosh vaqtida Uyg'urlarga otizmni so'zlagan Uyg'ur muallimlar bor. Kirgandan keyin hammasi masjidlarga qaytib keldi. Bularning hammasini bular ko'rib turdi. Xo'sh. Bundan keyin bizning ona tilda dars berishimiz, shuning bilan bizning milliy diniy kimligimizni sodiq turib qolishimizning muhim sababi deb qaradi deb o'ylayman. Shuning bilan 2009'dan keyin butunlay shu ana tili maktablarni Xitoyning assimilyatsiya siyosatining eng muhim bir mazmuniga aylandi. Endi shu nuqtadan shularning yo'q qilayotganligi tigi takdirdan bizni yo'q qilishga tashlangan qadam ekanligini ko'ngil oldi. Xo'sh. Ular bo'lganda ular bizni yo'qotmoqchi bo'lgan ekan, chet el Uyg'urlarning bizning ana tilimizga sodiq bo'lmasligimiz, ana tilimizni saqlab qolmasligimiz amaliyotda Xitoyning bizni tilimizni yo'qotish orqali yo'qotishni maqsad qilganligini iborat bu siyosatiga yiroqdan bilib bilmay moslashishdan boshqa narsa emas. To'g'ri. Chunki ular bizni bu tilni yo'qotish orqali yo'qotmoqchi. Bo'libmi bugun hozir vatanda ko'ryapmiz. Ana til maktablardan siqib chiqarildi. Asta bilim tili, ya'ni akademik til bo'lishdan qoldirilishga qarab yuzlanadi. Mana shunday bir tarixiyatda vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlarning ana til oldidagi majburiyati tarixdagi har qanday vaqtdan favqulodda ig'ir va tahrir. Burun sal qaragan bo'lsa-mu, buni sal qaramaslikka qilchi munozara talab qiladigan bir masala. Xo'sh. 20-asrda o'tgan tanlıq bir islom mutafakkiri bor Muhammad G'azzali. Hammamiz bilamiz. Shuning bir mashhur so'zi bor. Düşmanga xizmat qilish uchun chuqur ularga ishlashingni hojat yo'q. Ba'zida nodon bo'lsang kifoya. Ba'zida biz nodonligimiz orqali Xitoyning katmini chepib tashlaymiz. Mana bu ichida ana tilga ahamiyat bermasligimiz bu vatandagi ana tilni yo'qotish siyosatiga bizni yiroqdan turib ovoz qo'shganligimiz deb o'ylayman. To'g'ri. Bu ana tilning muhimligi haqida ko'pdan ko'p rahmat, nihoyatda go'zal bir echib berdingiz, Alloh rozi bo'lsin. Hamda haqiqatan chet eldagi vatanning ishchig'i shundoq, chet elda haqiqatan har bir Uyg'urga, ya'ni bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan ustimizga tushadigan bo'libmi til masalasida tilimizni saqlab qolishda intayin zo'r bir vazifani mas'uliyat bu mening majburiyatim deb tushishi aniq bo'lgan masala. Har qaysi davlatlardagi tashkilotlarimiz ana tilimizni qo'g'dash uchun nurg'un ishlarni qilamiz deb devatudi va sizmi chet elga chiqqandan keyin ko'rdingiz tashkilotlarningki ahvolini. Tashkilotlar hatto bo'lmagan taqdirda aslida har bir Uyg'ur millatidan bo'lish sifati bilan buni jiddiy bir shaklda boshqa turish mas'uliyati bo'lgan masala ekanligini biz agarda sal qaralsa qanday oqibatlarga qoldiganligimizni yuqoridagi so'zlaringizdan nihoyatda go'zal shaklda tushungan bo'ldik. Sizga ham muhojiratdagi xalqimiz mayli qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar ona tilimizga yetarli ahamiyat beraldikmi, buni qanday qaraysiz? Har doim oxirdagi so'zingizda shuni insonni eslatmay qolmaydi. Xitoy unda qilyapti, Xitoy bunda qilyapti, tilimizni cheklayapti deb qoqshayotgan tashkilotlarimizmi, raislarimizni qarasangiz afsuslanarli bir ishga hamda ularning farzandlari qanchalik shaklda tilini saqlab qoladi, farzandlariga qanchalik o'gitaldi yoki o'gitaldiq masalan. Bu masalada insonni uyg'osamay qolmaydi bu masalamda. Siz qanday ko'rdingiz masalan? Shunday. Hamda men bunu so'zlashdan burun men bir qancha o'zim yiqqan ba'zi sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashay siz bilan. Menimcha shu bizning ahvolimizni ro'shan ko'rsatib beradi deb o'ylayman. O'tganda Uyg'ur akademiyasi chet eldagi Uyg'urlarning umumiy nupusini aniqlab chiqdi deyiladi. Shularning yozgan bir dokladida
Chet eldeki Uygurlarning 800 mingdan oshadiganligi. Onun içinde 80% Uygur. Yani Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan dikildeki. Bunlarda onun sırtında fakat 120 ming etrafında Uygurlar dünyada taqalganlık başka yerlerge. Şu dokladda yazılgan. Bunun içinde Saudi'de 50 ming etrafında, Türkiye'de 50 ming etrafında. Andikin Avrupa ve Şimal Amerika Katarlık garip devletlerde 20-30 ming etrafında Uygur bağlık yazılgan. Demek biz bunu umumen 120 ming etrafında Uygur biz hem de Orta Asya'daki Uygurlar özünü kirik yazıqı da şunu kullanganlığı için bu vaktiki sağlık malumatına erişiminin ayda kıyım buluyordu. Ama başka 120 Uygur'un anıtın ifadesini bazı sağlık malumatı gösteriyordu. Bu arada anıtılda çıkan eserlerini okuş, görüş, şuların kaçlık paylanış. Anadaki her bayısı torbetlerimizde çıkıvatkan anıtıldaki eserlerinin miktarı. Bunun okuluş miktarı. Anadaki anıtıl kuruluşlarımız, sinetlerimizin katlaşıvatkan okumuşlarının sahne. Adallahının buna ehemmiyet veriş derecesi. Degende birkaç noktada kontroleriz. Ben Farabi derneki çıkan bir jurnal bahimiz bilimiz, vallahi jurnal, Siret. Bu jurnalın mevladını sürüştürüp bakanlığı en dastlabki chiqqan vaqtda bu jurnalning yillik tiraji, ya'ni rasmiy a'zoligini uyushtirib olganlarning soni 450 ga atrofida. Hozir bu yil mana 2020-yilda eng yomon sonda ular tuvallar hozir 350 ga atrofida qoldi. Jurnalda manfaatchi besilgan. Ammo manfaatchi besilgan bilan uni rasmiy a'zo bo'lganlar 350 ga atrofida qolgani bu kitobxonlarga tarqatilib setildi. Ammo shumi to'liq tugamaydi. Ondan keyin o jurnal çıqqanı 2 yil bo'lib qoldi, 4 quloq. Chet eldagi ikkinchi bir vallahi jurnalimiz. Ayni sifatli izil chiqdi deb o'ylayman men. Hech kim mushtiq bo'lyapti. Shu jurnalning yillik tiraji 300 dan oshmaydi. Shuna bo'lganda 120 Uyg'urlar deb turib, bolalarımızın tilini saqlash uchun aran 300 atrofidagi oila bolalarga Uyg'urcha jurnalga mushtiq bo'lyapti. Asamlar qatnashlar. İçine çıkmasında. Ondan keyin şu Farabi derneki karıştık. Çok Uygur kitap torbeti var. Ya makalelerini kitaplarını çıkardı. Şuların günlük ziyaretçi miktarı 30-40 etrafında. Yani 120 Uygur'du. Olmayacak Uygur'du. Günde aran 30 ya ki 40 adam anlatıldı yazılan eserlerini şu şekilde varaklattık. Şu torbetten acıdı. Çünkü bu ziyaret miktarını torbette otomatik hatırlığa geldiği için bu yalan emez. Hoş. Anadaki şu chet eldeki en köp kitap saklangan, yaxshi Uyg'urcha kitap torbeti menimcha shu. Şu torbetten resmi a'zosi, tizimli kitap tushirish uchun a'zo bo'lgan odam 1500. 1500. Yani bu sağlık ma'lumotli kanalımızda dursun. Anadaki zamanımız İstanbul'daki Abdücelil Ağacın neçe yılın ayağı Uygurca kitap çıkartıldı 20-30 sene ayağı. Ben mesela daim karanlaşıp durumda. 2-3 yıl burun nahayet yaxşı setildi degan kitap, bastırılgandaki yaxşı setildi degan kitap 500 etrafında setildi. Ama bu 500 etrafındaki kitap 1 yıldan 1-20 yılgacha. Shunchalik uzun vaqt setildi. Ben bevosita üzerine biladigan bir kitapning gapini qilay. Biz Uchar Üniversitesi'de Uyghur Tadqiqot instituti bir kitap tercüme qilib bastırdık. Hozir bu kitap bastırıldı 1-20 yil oldu. Yani 2019-yili aprelda bastırılgan. Bu kitapni o'qigan yaqin odam ait eski kitap ketmaydi. Yani polshiliklarning qanday qilib o'zining mustaqilligini eng oxiri qo'lga keltirganligidan iborat bir hikoya, ait jonliq anlatılgan. Biz şu dertliğin kendini yürüyemezken bir öyle. Hoş. Ama bu şu kitap 500'de bastırılan bir yere bir yakın tekit hükümeli. Yani bunu bana tasarruf baksanız orada. Kitap çıkarıp
chet eldagi Uyg'urlarga kargo orqali setib berayotgan bir qancha kitobchini umumiy egallagan sonini qaraganda shu 120 ming Uyg'urning ichida izchil Uyg'urcha chiqqan kitoblarni surishtirib setib oladigan Uyg'ur jami 200 atrofida deydi. Jami 200 atrofida. Ya'ni 120 ming Uyg'urning ichida ana tiliga Uyg'urcha kitobni saqlaydigan, setib oladigan Uyg'ur 200 atrofida. Mazallık məlumatlar ismi. Hem de ben Facebook'a varaqlar, bana bir statistik vardı. Xalagan bir qancha yazmani o'qib chiqdi. Jami o'qigan yazmam 100 qo'l. Ben 100 qo'lning ichidagi imlo xatoligini sanab chiqdim. Her bir qurda o'ttira hisobida 4 dan 5 gacha imlo xatoligi bor. Bu 5 demaydi, 4 deydi. Shunda bo'lganda 100 qurda 400 imlo xatoligi bor. Xo'sh. Bu amaliyotda bir millatning o'zining ana tiliga yezib qanchalik ahamiyat berganligini, yana bir jihatdan qanchalik biladiganligini ko'rsatgan muhim bir ko'rsatkich. Hozir kitob chiqarish bilan aklashayotgan, mushu ishni qilayotgan har qanday bir Uyg'urga qaralsa, korrektor topolmayapti. Ya'ni Uyg'ur imlosini yaxshi biladigan shu qadar qiz. Shu qadar topolmaydi. Xalagan chiqayotgan ba'zi ilm tashviqotlar bor edi. Yaqindigida imlo xatoligini aytgan. Xo'sh. Bu yaqinda İstanbul'daki Ayxan Ma'rifı Uyghur ana til maktabida to'rda bir maktab. Bunun içinde analar, xonimlar hozir fidokor o'qituvchilar dars o'tyapti. Bu e'londan chiqqandan keyin dunyoda Uyg'urlarning ichida bolalarimizni ana til o'rgatishda tizimlatgan ota-onalar soni biz o'ylagandan unchalar ko'p emas. Bir qancha yillik bo'lib umumiy sonimiz sinfning soni har bir sinfda 10-15 atrofida bola bor. Aran 5-6 sinf bola bor. Endi bularni bir nazarda tutaylik. Mana shular hammasi boshqa vaqtimizda menimcha bizning ana tilimizga qanchalik ko'p bo'lganligimizni yuqori son ro'shan ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Xo'sh. Hatta bunday bir hadiseni menimcha hammamiz WhatsApp topluluğunu ko'raylik. Masalan, birisi uzun bir narsa yozgan bo'lsa, ostida men yoki boshqa birisi imloni aytib xato bo'lib qolibdi deb uni bir ikki imlosini tuzitib bersa, chuqur bir qancha yillar bunday internetda bunchalik ishqa Putoq chiqqan. Atayin eski putoq chiqarmasak bo'lmamdi deydi. Doğru. Bunun o'zi imlo masalasi faqat yo'g'on masala emas bu. Hozir nihoyat cho'ng masalalar haqida vaqtimizda imloga o'xshash qushaq ishni bekor degan bir narsa uyushtirilgan. Shunday bir an, shuni ostiga uyushtirilgan. Masalan, ba'zida latincha yozikda uyg'urcha yoziladi. Shuni o'zimizning yozig'ida yozgan bo'lsak, buningga zarba berilgan bir qanchalar. Bunda kuşak ishga aralashishni namojitlar. Birisi-birimizdan bu yozib orqali tushunishayotgandan keyin nima zo'riyati bor buni tushuntirib olishdi. Xo'sh. Ana shunday degan vaqtimizda vatanda bu yozibni yo'q qilish qartli mang'alligini nazarga olsak. Bu chaqda biz o'xshash ish qilgan bo'lmaymiz shular. Hozir bu masalaga men o'sha bunday qarashlar. Hammamiz deymiz, biz favqulodda ig'ir bir tarixiy vaziyat. Biz tasvirligisiz bir zulm ichida yashayotgan, ostida yashayotgan bir millat. Xo'sh. Bir millat tushunchilik yo'q qilinish girdog'i mavjud. Mana bu shunda favqulodda holda qolgan millat, favqulodda tirishchilik ko'rsatmoqda. O biz qo'limizning kuchidagi tirishchiligimiz bilan bu milliy mujodala qilyapmiz deyish amaliyotda o'zimizni aldashdan boshqa narsa bo'lmaydi. Nəhayət güclük bir dövlət hiç gündüz yox qilish üçün plan tuzmasınlar, şunu icra qılasınlar. Amma biz qo'limizdan keladigan barliq imkoniyatdan foydalanib turib, saqlashga tegishli har bir milliy qimmatimiz
milliy simvollarimizni saqlashga tirishimiz lazım. Andan keyin yana bir yüzü qadamlik bilan Allah bizni saqlagan deb duo qilsak. Bu qanday? Buni o'ylashib beqish lazım. To'g'ri. Biz qo'limizdan kelmaydigan ishlar bor, amal yo'q deydi. Buni oldin qilsam ta'kid. Albatta qo'limizdan kelmaydigan ko'p ish bor. Ammo ana tilimizni saqlash. Shuncha jiq tilni necha 10 yil vaqt sarf o'rganamiz. Ammo bir ana tilimizning imlosini kunda 5-10 minut diqqat qilishni bir qancha oy ichida tuzib ketishga bo'ldi. Alamızga ana tilini yeterli öğretmiyoruz. Ana tilimizin qadrini yeterli qilmayapmiz. Ana shunday holatda biz yana o'zimizni assimilyatsiyani saqlayapmiz, shuning uchun kurash qilyapmiz deyish bizning bu ahamiyat bermasligimizni nihoyat ziddiyatlik, askarlik bir kurilish lazım. Yana bir narsani deyish mumkin. Biz musiqada yana chetdagi yashayotgan Uyg'urlarga bir e'lon chiqarib, ana til o'qituvchisi bo'lib. Çünkü hozir bayan degan ana til maktabida hammasi pidai analardan, pidai ayollarimizni tayyorlagan. Shular nurg'un shuni tizimlatgan, men bu ishni qilay deydigan analarning sonini ko'p emas. Tizimlatib qabul qilingandan keyinmi imlosi, yoziqi yaxshi bo'lmaganligi uchun tanlanmagan yana nurg'unlar. Bir mezgil imlo o'rganish. Hem de bunu da bizga Xitoy qilib qo'ydi. Masalan, nurg'un narsani sharoitimiz bo'lmaganligi uchun, Xitoy to'solg'iliq qilganligi uchun, Xitoyning josuslik aramizda bo'lganligi uchun, shular kontrol qilib olganligi uchun o'zimizga tasalli topdik. Endi mushuni Xitoy qilib qo'ymadimi? Chiqayotgan Uyg'urcha kitoblarni Xitoy olib qo'ymadimi? Xitoy mushi bo'lib qo'ymadimi? Mesela Siret diye jurnalı yılda müşteri hakkı 80 lira etrafında. Çetrede yaşayan her kandan Uygur pulumuz yetmegeçke alamadı deydiğen mesela. Tötsan çıkıdı. Siz biz onun tilinin mevcut. Alamazın anı tilini öğrenişi için. Bununla müşteri olmazlıklarını demiş. Mesela bulup mu 2015 yılında çıkan Uygurlar ameliyatlar Xitay'ın şu asimilasyon mağarabından geçip bu yerde ballarınız okuyorsa bu mağarab içinde diniden çıkıp gidiş ihtimali var. Xitay olup gidiş ihtimali var. Şunun için biz ballarımızdan mağarabı, ballarımızın kendisi için çiftlik çıktığında devamlı var. 15-20 milyon Uygur var. Bu Siret jurnali meyli anlatılacaktı, meyli din güçlücaktı, peygamberlerin hayatını güçlücaktı. Bir jurnal. Bunun ehemmiyet vermesini, meyli dini kısıklıkımız noktasıdır. Meyli tığını saklaş noktasıdır. Ben hiç güzel mi düşünemeyim ben. Neymiş ha? Bunu düşünüşüne ait ki. Yukarıda diyen benim için şu sallak meylavatlar. Bizim zaten anlatılan kancık ehemmiyet vermesini. Yani yeni bir reallıkın bazı yapmışlar. Belki nurgun neçinin yakı çetlerde yaşayan Uygur atalarının Allah'a anlatıl üretmeyenlik. Bunun serparganları hazır 20-30 yaşına girgen çetlerde yaşayan Uygurlarına halatına ait o şekilde. Anlatılan asasen bir. Ötkende bizim şu Uygur anlatılı mektetimizde sınıf geçişini bir kaç yıl sınıftan müzakeresini oldu. Şu vakitte Avrupa'da yaşayan bir kaç bir yerde biz anlatıl sabat çıkarış sınıfı demez de anlatıl tıl çıkarış sınıfı icraatımız da var. Yani anlatıl tıl çıkarış sınıfı geldikten oluyor. Şu Uygur vallahi büyüdüğüm anlatılını yüklediğim prosesiyeki şarayet yoktu geldi. Bunun manası büyük ata-ana Uygurca sözlüğü geldiği için. Uygurca sözleşme muhim bir geldi. Çünkü o anlatıldığı Uygurca sözlerle geçken o ailede elbette bu tını öğrenmek. Mektepte yaklaşıydı şu devletteki asaslık tını öğrenmek. Şunu bana hazır 5-6 yaşında balları yığır anlatılığını çıkarıp atımız lazım.
Şunun o'zi ota-onalarning bunun ahamiyat vermegənligini ro'shan ko'rsatdi. Endi bu 5-6 yoshli bolalar bizning tilimizdagi ba'zi alohida talaffuzlar X, G, G degan bir o'xshash talaffuzlar chiqarmayapti. Bu tuzitish qiyin bo'ladi. Menimcha bu savolimizga yuqorida gapirgan yetarli javob berdim. Hakikaten yani adamın içi çıkan bir şekildeki açık reallıkımızı söyleyip öttünüz. Demişsimi yani ne diyeyim hem de. Hiç kandak bir şekilde bir besim bulmagan, hem meş kolumuzdan kildiğen başka hem de ahirde hem de programımızın vaktimi toşup kaldı lekin kısa bir şekilde şu içinişlik reallıkımız körüp duruyatkan. Hem yerde kurs bulmaydı, her bir mahallede Uygurlarımız olgan yoki başka devletler değil mesela. Ama bir Uygur'un, iki Uygur'dan dünyaya törelgen bir Uygur'un farzandining ki özünün tilini bilinmey çoğun buluşu, ata-onaning bu derecede mesuliyetsizlik kılışı, hakikaten içine çıkması lazım. Dini cihetten koysak mı başta söyleyip ötüyoruz biraz. Bir emniyette bir Allah Subhanahu Teala'nın dünyadaki bizni her xil milletin yaratışının özü bir Allah'ın ulug'ligini ko'rsatgan bir mo'jiza, bu mening bir qudretimni ko'rsatgan bir alamet bu deb Allah bayon qilgan. Bu bayon qildi degan gap, buni cho'qim qo'g'dishing kerak degan gapda hamda. Men sizni qanday yaratgan bo'lsam shu shaklda buni muhofazat qilgan holatda yashashing kerak degan darajadagi muhim bo'lgan bir masalani shunday erkin dunyoda hech qanday besim bo'lmagan dunyoda turib özümüz sel qarab qandaq erib ketayotganligimizni his qilmagan shaklda yashayapmiz va bir tarafdan Xitoy bizni bo'zaq qilyapti deb yana buni tovlashni davomlashtiryapmiz. Bu nima degan bir-birisiga zid bir amdi ahvol haqiqatan insonni ichindirdi. Qisqa bir shaklda har bir Uyg'ur bo'lish, bir ota-ona bo'lish sifati bilan yani eng yaxshi usul qaysi masalan bolalarga, farzandlariga şu kısa bir teklif yoki bir nima bergan bo'lsak, shuni bilan tugatgan bo'lsak programmamizda. Menimcha biz bu programmamizni yana iloqa tilga yana bir qism qilaylik. Chunki bu tilni qo'llash uchun nimalarni qilishimiz kerak degan tema o'z oldiga oid cho'ng muhim bir tema. To'g'ri. Shuni so'zlash biroz mas'uliyatsizlik. Tamam. Shuning bu vaqtda biz konkret usullarni yana bir qismini qo'yaylik. Oxirida barliq ota-onalar shuni yana ta'kidlaydi. Xitoy yo'qotishga tirishayotgan bir tilni agar biz qo'llab qilishga tirishmasak, Xitoyning ketmini chaqgan bo'lamiz. Shu narsani tutamiz. To'g'ri. Hakikaten ig'ir bir so'z tushunganlar uchun Xitoy bilan bir safda bo'lmaslik uchun bo'lsa bu tilimizni qo'g'dab qilishning intayin muhim ekanligiga aniq chiqib turdi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin, qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Men endi degan shu narsa yana diqqatimni tortdi. Ekranda hozir chiqdi bizning ikkinchi jumhur raisimiz Alixon To'ra Sag'uniyninki. Shunda bir O'zbekistonninki 21-asr gazetida xuddi bizning programmamizga 22-oktyabr besilgan bir so'zi, ona tili haqida so'zlagan bir so'zi haqiqatan diqqatimni tortdi. Bizning bir qarindoshlar yo'llab ekan. Hamda haqiqatan O'zbekiston, o'zbek qarindoshlarimizdan necha avlod Amerikada yashasimi, dunyoning nerede yashasa, men ularga hayron bo'lgan bir narsa. Hiçbir zaman bir iki Özbekning yoki üç Özbekning biriga kelganda boshqa bir til bilan paranglashganini ko'rib baxmadim men shaxsan. Hem şu surishtiruv jarayonida anglasam, Amerikada avlod yashayotgan o'zbek qarindoshlarimizmi xuddi hozir O'zbekistondan chiqqandek o kadar suzuk, o kadar chiroyli bir shaklda o'zining tilini voyaga yetkazib so'zlaydiganligini shunda angladim hamda. Hem bu qarindoshlarimizning O'zbekistonda o'zining tilini o'qiyotida shunday go'zal shaklda saqlab qolgan bir xususiyati bor. Shunday turib 22-oktyabrda gazetga berilgan bu so'z haqiqatan bizning programmamizga ajoyib uyg'un kelganligi uchun shu so'zi bilan oxirlashtiray programmani. Ikkinchi jumhur raisimiz Alixon To'ra Sag'uniyninki bu so'zi shuki
qaysi bir millatning ana tili o'z hojatidan chiqolmay boshqa yot tillar oldida mag'lubiyatga uchrab tiz buksa, undaq millat uzoqqa qolmasdan insoniy haqlaridan ayrilgan holda hayot daftariga chekit urilishi shubhisizdir. Undaq millatlar faqatli vatanlardan emas, balki tarix yuzidan butunlay yo'qolishga majbur bo'ladi degan bir so'zni mana shu bizga mashhur bo'lgan surati bilan birga chiqaribdan bu gazetga. Tahi 2 kun burunqi chiqqan gazet. Haqiqatan o'ylanishga tegishlik, har bir Uyg'ur bilishga tegishlik, o'ylanishga tegishlik, chunqur boshqa turishga tegishlik bir masala. Abdurahim Davlat efendim degandek inşallah bunun davomini kelar hafta davomlashtiramiz. Qimmatli vaqtlarni chiqarib ko'rib berganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana bir askartib qo'ygan muhim bir masala, qadrli ko'rmanlar. Aslida biz programmani o'tgan qatim boshlagan vaqtimizda har haftada shanba kuni soat 5 da huzurlarda bo'lmoqchi edik. Ama Abdurahim Davlat qarindishimizningki ham o'qish masalasi bo'lganligi uchun biraz vaqt qisqab qoldiganligini bildirganligi uchun inshaalloh buningdek keyingi sonlarimizda oldimizga hafta emas, ya'ni har 2 haftada bir qatim shanba kuni soat 5 da inshaalloh huzurlarda bo'lamiz. Alloh umr bersa shu qatimqi 3-son programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.